ot go'shti, mol go'shti, qo'y go'shtida birgalikda tashkil topgan Xaladeslar Yormazor go'sht markazida. An'anamizga sodiq qolgan holda limonlarsiz Xaladeslar yeymiz. Va ustiga qalampirlarni qo'yib olamiz. Ko'ryapsizlar mana, urug'lari bilan birgalikda shunaqa totli ketadiki, bismillah. Marakuya hamda ananas mevali maxitolar aynan rival jamoasida. Bismillah. An'anamizga sodiq qolgan holda limonlarni siqib ichamiz. Bismillah. 3 xil go'shtlardan tashkil topgan Xaladeslarga Yormazor go'sht markaziga hamda ananas, marakuya mevali maxitolarga esa rival jamoasiga murojaat qilsalaringiz bo'ladi. Xaladeslarimizdan totmas ekansizlar, shunaqangi immunitetlaring past bo'lib yuraverasizlar. Agarda bundan totib olsalaring bor, 24 soat yaxshi deb yuraverasizlar. Yana o'zlaring bilasizlar. Bismillah.